Bugun sizlar bilan ovqatlar haqida gaplashamiz. O'zbekistonda ekanligimda har doim Xitoylar yoki koreyslar ovqat yegan videolarni ko'rib o'tirardim. Aynan ovozini chiqarib yeganini shunchalik tomog'im tushib qarab o'tirar edim. Men ham o'shanaqa ovqatlar yegim kelib, lekin bu yerga kelganimdan keyin faqatgina o'zbek ovqatlarini, ayniqsa somsa, manti yoki nimadir xolos o'zbek ovqatlari, masalan kolbasa yoki shu faqat shunaqa narsalar ko'radigan bo'lib qolganman. Hozirgi kunda ikkinchi martgacha kanikul bo'lganligi uchun o'zim xonada pishiryapman. Kecha xonim pishirdim, ismaloqlik xonim. Shunchalik zo'r chiqdi, bo'lmasa qasqon yo'q edi, qozonda qildim. Shunchalik ta'mi zo'r chiqdi. Balkim zo'r chiqmagandir. O'zbekistonda bo'lganda balkim unchalik darajada bilinmasdi, lekin kecha yegan paytimda shunchalik maza qildim. Bilmadim. 5 oyga shuncha vahima qo'yapman, lekin 5 oy davomida bir xil ovqat yeyish odam bari bezdirib tashlaydi. Hech qaysi ovqat o'zimizda ovqatlarimizdek bo'lmaydi. Bu yerda salatlari, ovqatlari, ta'mlari zo'r, lekin bilmadim. Bir xil yeb bo'lmaydi-da. Masalan, balkim xitoyliklar ham bizga borganda o'zini ovqatlarini sog'inadi, aniq menimcha ham. Xullas shunaqa gaplar. Obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Paka-paka.